Assalomu alaykum. Va alaykum. Ustajon qandoqsizlar? Sog'-salomat jamini aytaymi? Xush kelibsiz. Salomat, Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Taklasimiz ustoz. Aynom qilib dayavsiz. Alhamdulillah bor bizga duoy sari do'stlar. Ha, ilohim. Aziz vatandoshlar, ustod Mamadullo Paykon. Bizlar mayda-mayda bachirik, bizlarning ustodimiz bo'ladilar. Va hozir 40 yil jamiyaga xizmat qilib, hozir mana taqavvut olib uyga o'ltirib qolganlar. Degan bu kishini hamdonlari marhum Qozi sohib Abdulaziz buvamiz Ustodimiz bo'ladi. ustodlari bo'ladilar va marhum Muhammad Sharif Mangal va marhum Rahmatulloh Ashar, marhum Muhibullohxon, marhum Amonullohxon mudir, marhum Muhibullohxon shogirdlari bo'lar ekan va eng shaxsiyati darzobda eng yaxshi shaxsiyatlari shular bilan birga va shular bilan ustod shogirdlik qilib o'tgan. Hozir mana ustodni dayo ko'rdik, bizlar ham xush bo'ldik, yodotlariga kelgan edik. Ustodjon, ol qandoqsiz, yaxshisizmi? Alhamdulillah. Nechiga kirdingiz? Duoy sari. 72, 73 ga. Endi shu umuman shu darzobga xizmat qilib o'tdingizmi yoki boshqa ulusvorlik, boshqa viloyatlarga ham xizmat qilibsizmi? Bizlar endi bir qonuni ki jamiyaga, dunyoga tatbiq bo'lmagan qonunni a'zoyi. Xo'sh. Yani shuraviy sobiqaga. Shuraviy sobiqa, ha. O'shani qudrati Afg'onistonga bor edi. Shakilda hizbiylar bor edi. Maqsad shu tadqiqotlarga ma'lumlikdan zarba olib ketdilar. Qoroya idoriy bo'ldi. Bir necha vaqt shundoqni qoroya idoriy qildi darzobga. Xo'sh. Ma'lumlik 40 yil ham shu darzobga xizmat qildim. Davlatobodga ma'lumlik qilaman. Guzonda liseyasiga dars beraman. Ha. Ham tabdil bo'lib boraman. Ko'ta. Yaxshi. Oli ustodjon, shu mana sizga taqavvutdan olgansiz, vaziyat tizimdagilik qandoqdir va mana necha yil bo'ldi chiqqaningiz? 1 yil bo'ldimi, ko'p bo'ldimi, kam bo'ldimi? Qandoq o'tadi ro'zg'or? Yaxshi. Shukr. Borman, ukalarim bor, o'zim borman. Zindagi o'tadi degan maqsad. Xudoning o'zi bizga yetishtirdi. Bali, beshak. Sizga bir jamiya, bir xususan Safoti Shumol bo'yi iftixori bir o'tamli iftixorisiz va qo'lingizdan qalam keladi va xattotlik edi, rassomlik edi va mana tarix bo'yicha va mana hatto shu jamiyaga pashtu tilni bilgan kishi yo'q edi. Bizga pashtuga dars aytadi ustod. Bir iftixor. Hozir yangiliklar bor edi. Men inglizini ham bu muhitga o'ta bilmaydi. Bilmaydi, rost aytasiz. Bizlar shu sinfga hafta inglizdan boshlab dars berdik. Hop. Maydalikka men o'zim ko'p shavqli edim. Bir zamon esimga kelarki, shu masjiddan o'ziga borguncha ham bir ispiliyot qilib bor edim. Bali, daqiqan. Biz o'zimizga qancha xat bergansiz yodimga keladi ustod. Bali. Xo'p, til muhim narsa degan. Odam boyad bir tilni ikki tilni bilsa. Ona zaboni adabiyoti darikana baysob modaridek aytiladi deb Safot Shumolga maralash. O'zbekini unda biladi. Hamda darini biladi, qo'shini biladi. Ustod marhum Qozi sohib bilan hamdavrolik qilibsizmi, amutog'lik qilibsizmi? Qozi sohib Abdulaziz bilan Bo'baylardan bir 5-6 yosh kattakon edi. Xo'sh, bu kishi avvalin kadrlardanki shu darzobdan ketib Kobulga o'qidilar. xo'sh. Fakultet shariatdan chiqdilar. Kadriga chiqdilar. Bali. Shu avvalnimda. O'sha uchun ham qozi deydilar, ustasi qazo edi. Xo'sh. Shuning uchun tanho surat edi. Bu ma'lumlikni qabul qilib keldi. Jamiyaga xizmat bo'lsin. Ma'lumlikdan bergan mutawassiga omil bo'ldi. Xo'sh. Omil o'sha mutawassidan ham avval davra esa bizlar edik, shogird edik. Mudir bo'ldi bizlar. To'g'ri. Bizlar buradan so'rang avvalin konkursi berdik, nimaligini bilmaydik, bedini rahnamolik. Bizlar zaman institutda tarbiya ma'lum bahsga jalb qildilar. Bu vaqtda edi dars. Peshindan nari ham dars o'qitdik, ertamdan. O'zim pora bo'lib keldim, ma'lum bo'ldi.
ma'lum bo'lgandan nari qosh sahibam bu yerdan nomni tarixiy faryod bo'ldi. Faryod bo'ldi. Mana bu tog'lari bor edi. Men ham Yeryon Zabdillikka mana tushib qoldim necha. Ham o'toq edi. Ham o'toq edi. Ana Yetkala bersa, u piyoz to'g'rasa, men bo'lsa, suv keltirib beraylik mana shundoq aka-ukalar tayyorlar qilamiz. Hozir bir odam oddiy emas edi. Ho'kizaga qavisi bor edi. Voqean bir nog'ag'a edi. O'sha pullar bir ishga qo'l urmabdi, mardum ham tashviq qilmabdi, o'zidan bir kitob bitsa. Bir asar qoldirgan bo'lsalar edi. Mana marhum Rahmatilla Ashar shundoq qilib ketdi. Va diga boshqa misoli shular ediki, mana bu yaxshi shaxsiyatlar. Bizlar ham amri voqean o'znoma agar bir jastor hesta bilan maqola yozib bitgan bo'lsam, unda bir kitob bitgan ham shu marhum qozi sohibni Kobulga shariat o'qiydi. Aytadilar, Ustod Sayyob, Buronaddin Rabboni shu kishilarni amsim berdi va shulardan numrasi edi deb aytadilar. Shu gap haqiqati bormi? Shuni to'g'rilab bering. Qilmayman, men yoshlarim ma'lum emas. Agar bo'lmasa ustodlari shoyat bo'lsa. Ustod Sayyob bilan Ustod Buronaddin qozi sohib ustodi bo'lsa. Qozi sohib ustodi bo'lsa. Biz eshitdikki, bularda avon numrasi ekan deb hamsim pakan shularni deb eshitdik. Sayil, bu boraga ma'lumotim yo'q. Ha, yaxshi gap ustajon. Va mana endi bilan aytilayotganingiz bo'lsa, Darzob bo'yicha mana shu o'lkaga katta bo'ldik, shu tanga mana qo'limizcha kelguncha mana sizni qo'lingizda tayidan chiqib bizlar ham mana shu jomiga taqdim bo'ldik. Qo'limizdan kelayotgan xizmatni shu jomiga qilib kelamiz bizlar ham, mana sizni ekkan daraxtlaringiz edingiz bizlar ham. Va hozir endi mana shu yerga Hormas TV'ni binandalariga, ko'rayotganlariga, ko'ruvchilariga shogirdlaringiz bor va hamsoli anduonlaringiz bor. Bularga aytilayotgan bir gapingiz bo'lsa aytilasiz. Nima aytilayotgan gapim? Faqat bu dunyoga har kimga tiriklik qilaman desa, xizmat qilsin jamiyatiga. Mardumiga xizmat qilsin, o'zi mardumi bo'lsin. Darzob avvalgi Darzob emas, daryoga qo'shib qoldi bo'lsa. Bali. Holi shahar bo'libdi. Mana Sarakoy umumiy kelyapti. Har ro'z madaniyatga yaqin bo'lib boryaptilar. Rang-rang rasm ravoylar, kulturlar yerga nima bo'lyapti. Mardum o'sha asolatini, farhangini asrasin. Bali. Bizlar har joyga borsak ham biz o'zbek tanilamiz. Bali. Bu tarixda o'zbeklar ham qaysi bir yomon ish qilgan yo'qlar. Har guruhga, har qavmga ichiga yaxshi ham topiladi, yomon ham topiladi. Mana shu din islomda ham o'zbeklardan katta mufassirlar, katta kishilar o'tib ketgan, xizmat qilganlar. Sanasi turk saljuqlar islomga shu Osiyoga va Qabaqa islomga yaratargan Sulton Mahmud G'aznaviy Hindistonga olib bordi islomni. Ko'shish qildilar, xizmat qildilar, avlodi mardumni yetishtiringlar bu narsada. Ilmi donishga ega bo'lsin. Boshqa ishga bilan dushmanlik qilmaydi. Tashakkur ustajon, xush bo'lding. Mana biz sizni ko'rdik va xil vaqtdan beri shoirga kelib ketdingiz, ko'rdik. 3 oy bo'ladi. Ko'rdik, bu uchun yaxshi edi. Mana bizlar ham kam mas'uliyatlar bor edi, buning uchun vaqtiga kelib ko'rsak sizni. Yo'qladik. Shu siyat salomat ekansiz ustod, bardam ekansiz, biza xush bo'ldik. Sog' bo'ling, sog' bo'ling.